Alaykum okalar. Xudo xolasa mana uchta darvozamiz sizlarga obzorini qilib beraman. Xo'p, qulay darvozalarimiz bo'ladi. Bu Dubai fason kurshina mumkin. Общий kadrda ham ko'rsatib qo'yaman sizlarga mana. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, bu darvozamizni endi materiallarga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, xuddi shu turgan darvozamiz hozir ikki yoni profilda bo'lgan, tegi shvellarda 1-2 listdan bo'ladi. Nerjivekalari 08 eng qalini, tepalari ham lazerniy variantda bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri 650 ming so'mdan bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Bemalol o'zimizga aloqa chiqaverasizlar. Chiroylab shinani tizib beramiz. Xudo xolasa endi buni zakasdan ishlarimiz bor. Ikki yoni tegi shvellarda bo'ladi. 1-3 listlarda. Xudo xolasa chiroylab bilan ham qilib beramiz. Ikkinchi darvozamizga o'tadigan bo'lsam, bu darvozamiz ko'rishinglar mumkin. Skromniy variantda radiator fason bo'ladi. Hop, mana общий kadrda ham ko'rsatadigan bo'lsam, o'ta chiroyli bo'ladi. Tepasi ham lazerniy. Buni ham ikki yoni profilda bo'ladi, tegi shvellarda. Bu darvozamizni ham narxi 650 ming so'm. Xuddi shu turishi 3,5 ga 3,5 tushib qolsa bemalol qo'yib beramiz. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkasi bor. Tepasi ham lazerniy bo'ladi. Xohlovchilar uchun zakazga yopiq qilib ham tayyorlab beramiz. Kattaroq razmer bo'lsa yoki kichikroq razmer bo'lsa ham chiroylab qilib beramiz. Bemalol o'zimizga aloqa chiqaverasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarimiz bor. Yaqindan ko'rsatadigan bo'lsam, ishlarimizni ham sifatiga ham bir baho berib ketasizlar. Yoqqan bo'lsa, like bo'lsasizlar, o'z bundan keyingi darvozalarni birinchidan ko'rsatib o'taman. Hozirda hamma tanlab kelgan Dubai fasondan boshladi u obzorimizni ko'rishinglar mumkin mana. Nerjivekali variantda bo'ladi. Hozir kunda O'zbekiston xalqiga yoqib kelgan darvozalarimizdan biri. Nerjivekalari ham 08 eng qalindan ishlatganmiz, ko'rishinglar mumkin. Aksingizni ko'rsangiz ham bo'laveradi. Bu darvozamizning narxini boshida aytib o'tayapman. 700 ming so'mdan kvadrati O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Zakasno ishlarimiz 750 ming 800 ming so'm bo'ladi. Farqi nimada desangiz, bu 1-2 list, zakazga 1-3 bo'ladi. Ikki yoni tegi shvellarda bo'ladi. Buni tegi shvellar yo'llari profilda bo'ladi. Keyin zamonlari ham yaxshisidan bo'ladi. Zakasno ishlarimizda oldiga sepgan kraskamizni orqasiga ham sepib beramiz. Devo kraskalarda bo'ladi bu darvozalarimiz. Yoqqan bo'lsa like bosib ketasizlar. 2026-yilda hit bo'lgan darvozalarimizni obzorini qilib berdim. Vaqtda yana bittasi bo'ladi. 3D fasonlarimizdan, tepasi ham lazerniy, ko'rishinglar mumkin. Shamol aylanib turish uchun bemalol o'zimizga aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa, xohlovchilarga yopiq ham qilib beramiz, ochiq ham qilib beramiz. Xuddi buni ham, buni ham. Bu ham yoqqan bo'lsa, bunga ham bitta like bosib ketasizlar. Bundan keyingi darvozalarimizni birinchidan obzorini qilishni boshlaymiz. Bag'da ko'rishinglar mumkin. Hammaga yoqib keladigan taraf fason darvozamiz bo'ladi, listli darvozamiz. Xo'p, bu darvozamizni bir qavatlilarning narxi hozirda 1,1 million so'm bo'libdi. Kelishgan holatda chiroylab qilib beramiz. Xohlovchilar uchun tepasi yopiq bo'ladi, lazeri. Xohlovchilar uchun yopiq. Qanaqa razmer bo'lsa ham zakazga ham qilib beramiz. Shu razmerimiz tushib qolsa, eni 360 bo'ladi, bo'yi 3,5. Shu razmer tushib qolsa, buni ikkita viloyat bo'ladi, buni ham qo'yib beramiz. Bu darvozamiz 2 qavatli bo'ladi. Yoni tegi shvellarda bo'lgan. Bemalol aloqa chiqaverasizlar, yoqqan bo'lsa, shuni ham qo'yib beramiz. Xudo xolasa, bu darvozamizni 2 qavatligining narxi 1,2 million so'mdan 1,4 million so'mgacha bo'ladi. Farqi nimada desani, 1,8 2 listlardan ishlatamiz. Shvellar yo bo'lmasa yonni profil qilsa ham bo'ladi. Yaqindan ham ko'rsatay. Darvozalar kerak bo'lsa, 12 ta viloyat bo'ylab o'zimizga aloqa chiqaverasizlar. Chiroylab shuni ham tizib beramiz, xudo xolasa. Taraf fason hammaga yoqib ketgan darvozamiz, ko'rishinglar mumkin. Bu darvozani obzor qilmasam bo'lmaydi. Hozir kunda yangilik bo'lib kelayotgan 2 qavatli darvozamizdan tepadagi lazerlarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Bular ham yangilik bo'ladi. Nerjivekalarga bir e'tibor berib qo'yasizlar. Voy. Chiroyini qarang, bular super bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. O'ta chiroyli. Hammaga tavsiya etgan darvozalarimizdan biri bo'ladi. Kim listli darvoza so'rasa, hozir kunda shu taraf fason tavsiya beradigan bo'lganmiz. Nimaga O'zbekiston xalqiga yoqib ketgan darvozalarimizdan biri shu bo'lgan. Bu darvozamiz hozir kunda sotuvda bor. Bemalol o'zimizga aloqa chiqaverasizlar. Xo'p, tegi 12 shvellarda bo'lgan, 2 yoni 12 ga 8, 2 qavatli darvozamiz bo'ladi, 1,8 listdan. Tepalari ham ko'rishinglar mumkin, ochiq lazerda bo'lgan. O'ziga ko'rib berib turibdi darvozamizni ham. Yoqqan bo'lsa, like bosib ketasizlar. Narxlari ham qulay bo'ladi. Nech pul deb o'ylaysizlar?
Siz o'ylagandan aniq arzon bo'ladi. Narxini taxmin qilib kommentariyaga yozib ketasizlar. Rozangiz bo'lsa xuddi shunaqa chiroyli bo'lsin-da, qarang, Dubai fason bo'ladi bunisi, enerji vakili bo'lishi ham mumkin. Xo'p, endi darvozamiz yoqqan bo'lsa bitta like bosasizlar. O'zi yoqadigan sizlarga darvozadan ham ko'rsatdim. Qulay narxda, xudo xolasa. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkasi tekin bo'ladi. Narxlari ham qulay. Narxi 600 ming so'mdan 800 ming so'mgacha O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Endi narxi qanaqachasiga 600 mingdan 800 minggacha degan klientlarimiz uchun farq qiladi, listida farq qiladi narxga qarab, kraskasida farq qiladi, hamda ikki yoni tegi shvellar yo bo'lmasa profil bo'lishiga qarab narx kelib chiqaveradi. Keyin enerji vakili detallari bor, ko'rishingiz mumkin. Buni ham har xil varianti bo'ladi. Eng qalin 08, 08 dan qo'yib bering desani, eng full variantlarimiz bor. O'sha 750 ming, 800 minglik. Xuddi shunaqalarga o'sha 08 eng qalinini ishlatamiz. Xuddi shunaqa chiroyli varianti bo'ladi. Zamovlari ham o'ziga mos zamovlardan bo'ladi. Zuber zamov deysiz, Zuber zamov yo bo'lmasa xuddi shunaqa o'ziga mos zamovlardan qo'yib beramiz. Kelishgan holatda. Bemalol o'zimizga aloqa chiqarasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkamiz bor. Ishini chiroyli, sifatli qilib bitirib beramiz, xudo xolasa. Bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar.